Assalomu alaykum, hurmatli YouTube ishqibozlari, musofirda yurgan aka-ukalar, qadrli obunachilar. Mana bugun yana bir chiroyli navbatdagi darvozamizni Farg'ona viloyati Quva tumaniga olib kelib o'rnatdik. Bu darvozamiz mana ustidagi kazirogi bilan bo'ldi. Kazirogi 3,5 metrga, oldiga 2 metr chiqdi. Darvozamiz eniga 3 metr, bo'yiga 3,25 razmerga o'rnadi bu darvozamiz. Ofis summasi 8,5 million so'm darvoza, 3,5 million so'm naves bo'ldi. 12 million so'mga olib kelib dastavka, ustanovka hamma yo'q ichida chiroyli qilib o'rnatib berdik darvozamizni. Darvozamizning materiallari haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsak, darvozamiz stoykalari 10 ga 5 viller bo'ldi, kurgovoy, profillari 6 ga 4, 1,5lik stenada. Listlari 2lik listda bo'ldi. Juda baquvvat, qalin materialdan foydalanildi. Darvozamiz ichidagi 2 ga 3 chaspaklari, arqon chaspaklari ham polni qalin materialda bo'ldi. O'rtalariga ruchkalar qo'yilib, mana juda chiroyli holda o'rnatildi. Darvozamiz orqa holatini ko'rsatib o'tsak, zamoklar har doim o'rnatilgan. Zubur zamok. Darvozamiz orqa holatlari, orqalari ham tekis, mana o'ta plotniy bo'lib, juda chiroyli holda o'rnadi. Hurmatli aka-ukalar, kanalimizda yangi bo'lsalaring obuna bo'lishni unutmanglar. Obuna bo'lib, like tugmachasini bosib, videomiz keng tarqalishiga hissa qo'shasizlar degan umiddamiz. Kanalimizni doim kuzatib boringlar. Keyingi videolarda ham kraska sepish, o'rnatish jarayonlarini qo'yib borishga harakat qilamiz. Kimga shunday darvozalar, naveslar kerak bo'lsa, ekranimiz pastki qismiga nomerimizni qo'yib qo'yamiz. Bemalol murojaat qilishlaring mumkin. O'zbekiston bo'ylab dastavka, ustanovka mavjud. Doim sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.